Aka, farzandim Robitga 3 oy borsa bo'ladimi? Ba'zi ota-onalar haqiqatdan 3 oylik yozgi lagerga bersam bo'ladimi yoki 3 oy davomida o'rgansa bo'ladimi degan savol beradi. Hurmatli ota-onalar, Robbit odatdan o'quv rejalari 1-2 yilga moslab tuzilgan. Ya'ni biz bolalarga 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan muddatga robototexnika yoki hozirgi paytda dasturlash kurslarini taklif qilamiz. Agar farzandingiz shunchaki boshlang'ich darajada bilimga ega bo'lsa bo'ldi, kompyuterni o'zini o'rgansa yetadi deb hisoblaysiz, unda 1 oy yoki 3 oy yetadi deb hisoblayman. Lekin yo'q, men haqiqatdan bolamni tanqidiy tahliliy fikrlashini, hozirgi texnologiyaga moslangan holatda ta'lim olishini, ertaga o'zini har qanaqa kasb mutaxassis bo'lishidan qat'iy nazar texnologiyani mukammal o'rganishni istaymansiz, unda kursni oxirigacha borishi maqsadga muvofiq. Tushunaman, kurslarning miqdori yoki deylik narxi siz uchun turli xil ko'rinishi mumkin. So'ragan bo'lardim, agar sizda haqiqatdan 1 yil davomida qo'llab-quvvatlash imkoniyati bo'lsa, shundan keyingina kursga berish maqsadga muvofiq. Yoki kursga berayotgan paytingizda farzandingizni maktab vaqtini va boshqa yana boradigan kurslarni mo'ljalga olgan holatda 1 yillik reja qo'yilishini biz ijobiy deb hisoblaymiz va bardavomlikni oshirib beradi. Robbitda 1 yil, 1,5 yil davomida o'qigan bolalar bilan gaplashgan xulosam shuki, ularda tanqidiy fikrlash, liderlik qobiliyati o'zini ko'rsata olish va fikrlash anchagina rivojlangan. Eslatib o'taman, Robbitni ayni paytda 12 ta filiali bor va biz bir vaqtning o'zida robototexnika yoki dasturlash kurslarini taklif qilamiz.